O'zingiz uchun savol beringda, mana men uylandim yoki uylanaman. Savol menga. Bu xotin nima edi? O bitta masalada eshitdim. Ne'mat va omonat edi. Allohning omonatida bu xotin. Allohning ne'mati bu. Bu degani qiyomat kunida Alloh ne'matim haqida gapir deydi. Men senga xotin nasib qildim, gapir deydi. Shukr qildingmi deydi. Bu senga meni omonatim edi bu xotin. Omonatimga xiyonat qilmadingmi degan savol bo'ladi. Ayollardan ham xuddi shu narsa so'raladi. Senga erga tegishli men nasib qildim, halol bo'lib. Qani gapir, eringni haqlarini ado qildingmi? Vazifalaringni bajardingmi degan savol aniq, bu muqarrar bu. Bu dunyoda yashayapti, ketyapti, ha desa, xotinni haydab yubordi, ketib qopti, palon bugun oddiyga o'xshaveradi-ku, bu oddiy narsa emas bu. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, kim agar nikohini buzadigan gapni gapirsa, ya'ni taloq yoki taloqning o'zbekcha tarjimalari bor. Shularni gapiradigan bo'lsa, Rasululloh alayhissalom aytdilarki, Allohning arshi larzaga kelib ketar ekan, qaltirab ketar ekan. Allohning arshi shunaqangi katta narsaki, mana planetamiz bor-ku. Katta man furani oldiga bitta bu nonni kunjutda olib boringda qana bo'lib qoladi. Yo'q bo'lib ketadi. Bu yer planeti arshning oldida shunaqangi kichik narsa. Allohning arshi bor. O'sha arsh larzaga kelib ketar ekan, agar bitta nikohni buzadigan bir gap gapiradigan bo'lsa, tasavvur qilyapsiz, bu oddiy narsa basligidan bu. Haligi o'ta darajada ayanchli ishni ko'rganda g'alati bo'lib ketamiz-ku. Masalan, ko'yiz oldi bittasi mashina bosib, qatig'ini chiqarib ketsin-chi, g'alati bo'lib qolamiz. Bu nikoh, oila buzilishiga shunaqangi ayanchli ish ekanki, Allohning arshi larzaga kelib ketar ekan.